Iftorlik uchun yana bitta yengil hazm bo'ladigan taom. Go'shtga qanaqa tayyorlanishini ko'rsatib beraman. Birinchi bo'lib, mol go'shtini lahm qismini videoda ko'rsatilgandek to'g'rab olamiz. Ustidan soya, tuz va ziravorlarimizni solib, yaxshilab aralashtirib olamiz va 1-2 soatga ustini yopib qo'yamiz. Qozonga yog' solib, yaxshilab qizigandan so'ng go'shtlarimizni solib, qovurishni boshlaymiz. Biroz qovurilgandan so'ng 5-7 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Keyin piyoz, uni ketidan bassiya karamini, chesnok, tomat pastasini solib, baland olovda qovurishni boshlaymiz. Keyin ozgina pomidor solib, 1-2 aylantiramiz. Undan so'ng bulg'or qalampirlarini solib, uni ham biroz qovurib olamiz. 1-2 daqiqa yetadi. Sabzavotlar uchun ham ozgina tuz qo'shib yuboringlar. Keyin yana pomidor solib, yengil aralashtirib olamiz va bir piyola suv quyib, o'rta olovda 5-7 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Taomimiz tayyor. Oxirgi jarayon. Yirikroq to'g'ralgan seldirlarni solib, yengil aralashtirib, chiroyli qilib laganlarimizga suzib, dasturxonga tortamiz. Bu taom yosh-u qariga birdek yoqadi deb o'ylayman. Oila a'zolaringizga albatta tayyorlab beringlar. Iftorlik uchun zo'r variant. Nokli flavis bo'lsa, dasturxoningizlarni bezagi bo'lishiga ishonaman. Yoqimli ishtaha.